Odamlar nimagadir o'zgarib qolishgan. Ahmoqona videolarni ko'rib kommentga ota-onang bormi o'zi seni ham foydali kontent qilsak bo'lmaydimi deyishadi. Har xil mevalarni rasmini tashlashadi. Foydali kontent chiqib qolsa-chi, ko'rishmaydi ham, o'tkazib yuborishadi. Ko'rgan taqdirda ham kommentga videoni xiraligini qaranglar yoki kiyimini eskiligini qaranglar deyishadi. Go'yo insonlarga so'zlarning ma'nosi va mantig'i emas, tashqi ko'rinish muhimroqdek. Lekin o'sha ahmoqona videolarni kommentga yozaman deb 3-4 marta qaytalab ko'rishadi va reka chiqishiga sababchi bo'lishadi. Yana o'zlari ahmoqona videolar ham ko'payib ketdi deyishadi. Balki muammo videolarda emasdir. Biz nimani qadrlashimizni adashtirib qo'ygandirmiz. Balki unutib. Agar rostdan ham foydali videolarni ko'rishni xohlasangiz, ahmoqona videolarni o'tkazib yuboring. Like bosmang, komment yozmang. Bekor vaqtingizni, energiyangizni sarflamang. Balkim birgina sizning boshlagan harakatingiz butun bir O'zbekistonni ertaga o'zgartirib yuboradi.